13 ming so'm bilan dunyo gigantlariga sherik bo'lasiz. O'zbekistondagi barcha Telegram foydalanuvchilar diqqatiga. Endi siz Apple, Tesla va Amazon kompaniyalarining aksiyalarini sotib olish uchun Amerikaga borishingiz kerak emas. Endi buni hammasi siz har kuni ishlatadigan Telegram ichida va shaxsan o'zingiz sarmoya kiritishingiz mumkin. Eng zo'r joyi sarmoyani bor yo'g'i $1 boshlash mumkin. Apple telefon sotadi, sizga foyda tushadi. Tesla mashina sotadi, sizning hisobingizga pul tushadi. Bu ma'lumotni spot.uz o'z saytida yozib qoldirdi. Xo'p, nimadan boshlash kerak? Birinchisi, hamyonni ochasiz, Telegramdan Wallet botini topib va Start tugmasini bosing. Ikkinchi qadam, navbatga turing. Ichkarida Market USA bo'limiga kiring va Join Waitlist tugmasini bosing. Uchinchi qadam, tezlashtiring. Do'stlaringizni taklif qiling, shunda navbatingiz tezroq keladi va aksiya sotib olish imkoni ochiladi. Hozircha hamma uxlab yotibdi. Hech kim bu imkoniyatni bilmaydi. Birinchilardan bo'lib aksiyador maqomini olaman desangiz, izohda plus qoldiring, menga obuna bo'ling va men Telegram kanalimda to'liq bu haqda yo'riqnoma qoldiraman.